2025-yilning may oyida Chortoq tumaniga 310 milliard so'm mablag' ajratildi. Xo'sh, bu mablag'lar nimaga yo'naltirilgan va ular ayni vaqtda qanday bosqichda? Bugun ayni shu mavzu haqida gaplashamiz. Chortoq tumani infratuzilmasini yaxshilash, aholiga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, tumanning ko'plab chekka hududlaridagi qatnov yo'llari-yu ichki ko'chalar to'liq asfaltlangan bo'lsa, yana bir yirik loyiha toza ichimlik suvi muammosi to'laqonli bartaraf etilmoqda. Chortoq tumanining Arbag'ish qishlog'ida umumiy maydoni 10 ming kvadratni tashkil etuvchi suv inshooti barpo etilmoqda. Ahamiyati esa bu inshoot orqali Chortoq tumanining 24 ta mahallasi toza ichimlik suv bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Mazkur loyiha boshlanganiga 12 oy bo'ldi va hozirda bizning kompaniyamizga 24 nafar Xitoydan malakali mutaxassislar jalb etilgan. Qolaversa, Chortoq tumani hududidan ham mavsumiy ishchilar ushbu inshootni barpo etilishiga o'z hissalarini qo'shmoqda. Hozirgacha bizning kompaniyamiz Tanzaniya, Mongoliya davlatlarida bu kabi suv inshootlarini qurib bitkizishgan. Tumanning Kalishoh, Arbag'ish kabi hududlardan umumiy hisobda 12 ta quduq qazish rejalashtirilgan. Suv saqlash inshooti esa jahon standart talablari asosida barpo etilmoqda. Qurilishga esa mutaxassis ishchilar jalb etilgan va doimiy nazorat o'rnatilgan. Mazkur loyiha 24 ta mahallani toza ichimlik suv bilan ta'minlashni ko'zda tutadi va ushbu mahallalarga qo'shimcha ravishda 4 ta qishloq suv bilan ta'minlanadi. Bular Saroy, Qorabog', Gulshan hamda Qoramurt. Bizning Henan suv va quvvat muhandislik konsalting kompaniyamiz tomonidan Chortoq tumanidagi 24 ta mahallalarni ichimlik suv bilan ta'minlash borasidagi yirik loyihani amalga oshirmoqda. Loyihani ilk bosqichida Arbag'ish mahallasida har biri 5000 metr kub hajmdagi ikkita suv saqlash inshooti qurilayotgan bo'lib, ushbu inshootlarni o'zi ham loyiha bo'yicha ikki qismga bo'lingan. Ushbu qismlar suvlarni xlorlash hamda nazorat punktlariga ega. Shuningdek, qurilayotgan asosiy suv inshooti tumanni taqsimlash tarmog'i bilan bog'laydi. Arbag'ish suv olish qudug'i 7 ta, ya'ni 5 ta yangi, 2 ta rekonstruksiya qilingan quvurlardan iborat. Qolaversa, Kalishoh qishlog'ida ham xuddi Arbag'ishdagi kabi 5 ta, ya'ni 4 ta yangi hamda 1 ta rekonstruksiya qilingan quduqlardan iborat bo'ladi. Ayni kunlarda 37,8 kilometr uzunlikdagi, diametri 710 millimetrlik bo'lgan elektrokimyoviy himoya moslamasiga ega quvur tortish ishlari bajarilmoqda. Quduqlar ochiq maydonda joylashgani sabab har bir quduq turli metall to'siqlar bilan o'ralgan. Standartlarga muvofiq darvozalar bilan perimetr ichida transformator podstansiyasi o'rnatilgan holatda bo'ladi. Ayni vaqtda qurilish ishlari yakunlanish arafasida turgan ushbu inshoot Chortoq tumani suv ta'minoti bo'limining ma'muriy hamda laboratoriya binosi. Arbag'ishdan chiqarilayotgan suv aynan mana shu laboratoriyada tahlil etilib, tahlil natijalari yaxshi chiqqandan so'ng aholiga iste'mol uchun yo'naltiriladi. 310 milliard. Bu hazilakam raqamlar emas. Aynan mana shu mablag'lar evaziga Chortoq tumani aholisini yana bir ehtiyoji qondirilmoqda. Bizni kuzatib boring. Yangiliklarimiz hali oldinda.